15 dan oshiq 20 talar bo'lishi mumkin. Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumanida joylashgan maishiy gaz ballonlariga suyultirilgan gaz quyish shoxobchasida 8-iyun kuni sodir bo'lgan portlashda rasmiy ma'lumotga ko'ra 6 kishi halok bo'lgan. Norasmiy manbalar esa portlash qurbonlari ancha ko'p bo'lganini aytmoqdalar. Portlash 8-iyun kuni mahalliy vaqtdan soat 13:50 da Chaman MFda joylashgan propan gaz quyish korxonasida sodir bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda portlash juda kuchli bo'lgani va uning to'lqini ancha uzoqda bo'lgan avtomobillarning oynalariga ham shikast yetkazgani ko'rinadi. Tamom mahallasiga yaqin, hovli, joylarga yaqin. Bizlarda dedi, uyimizda darvozalarimiz, derazalarimizni tashlab berdi dedi. Juda kuchli dedi, to'lqin bergan. Kobalt bor ekan, yetra bor ekan, ya'ni hozir o'zi degani shopirlar, o'sha mashina ketib bo'lgan shopirlar o'lganlarini aytib faqat 15 dan oshiq 20 talar bo'lishi mumkin. Diğer ayrimlari kim ana bo'lgani yo'q, kim umuman ish tuzumda yo'qmish ayrimlari. Ozodlik olgan xabarga ko'ra, yonilg'i to'la 2 avtomobil yukini bo'shatayotgan paytda yong'in sodir bo'lib, portlash yuz bergan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2 Cobalt, 2 gaz tashishga mo'ljallangan avtomobil hamda 2 yer ostidagi yonilg'i saqlash rezervuari yonib zararlangan. Ozodlik Koson tumanining Darcha MFda yashovchi bir ayol va uning bir nafar voyaga yetmagan farzandi portlash qurboni bo'lganini, ayolning eri esa 70% kuyish jarohati olib kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Ozodlik manbalarining iddao qilishicha, qurbonlar soni 20 nafardan ortiq. Rasmiylar esa falokat ko'lamini kichraytirib ko'rsatish uchun uning sonini kamaytirib e'lon qilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga muvofiq bu hodisani o'rganish va oqibatlarini bartaraf etish uchun O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Achilbay Ramatov boshchiligida mas'ul vazirlik va idoralar vakillaridan iborat hukumat komissiyasi tashkil etilgan. Ozodlik portlash oqibatlarini o'rganishda davom etadi.